Bugun sizlarga ay batqanda, qizarib tong atqanda. Mana shu ay batqanda degan naqshni o'qitib qo'yman. Bu naqshni chalgan chaqda o'ng qo'l pastdan 4 ta 3 udarliq. Mana shu vals chipasini uramiz. Andan keyin sol qo'l akkordlardan AM akkord, DM akkord, G akkord, C akkord, Y akkord. Mush akkordlarni ishlatamiz. Men mush naqshni boshdan oyoq bir qatim aytib beraman, shu bo'yicha ko'rib o'rganib olsanglar bo'ldi. Men bir misradan aytdim. Buni sizlar daftaringizga yozib olib, qaz bo'g'imiga kelganda akkord yetkilyotdi. Shu akkordni shu bo'g'imning ustiga belgi urib turib o'rgansanglar, tez surat o'rganib ola olasizlar. Otim suni ördek barmikin külde. Mana bu birinci misra, yana qaytib keldi. Otim suvni ichmaydi, ördek barmikin külde. Mana bu asta chag'inim. Ondan keyin yayrim sirtqa chiqmaydi, barmikin öyde. Yayrim sirtqa chiqmaydi, cho'nlari barmikin öyde. Mana bu ikkinchi misra. Andan keyin avji qismi. Ay batqanda, qizarib tong atqanda. Mana birinchi qatimida bunda olamiz. Undan keyin ikkinchi qatimida ikkala akkordlar olsak bo'ldi. Ay batqanda, qizarib tong atqanda. Mana bu deb qo'shilgan vaqtda og'i ko'tarib qo'yamiz. Undan keyin yaxshi do'stlar jam bo'lamdi, pinhon joyni topqanda. Yaxshi do'stlar jam bo'lamdi, pinhon joyni topqanda. Avji qismi tugadi. Undan keyin yana bir kuplet naqsha, uchinchi kupletda nega mongdinglar qog'a, erkash tomdiki yog'a. Nega mongdinglar qog'a, erkash tomdiki yog'a. Birinci misra tugadi. Undan keyin ikkinchi misrada ko'zim to'ysa to'yg'andu, yuragim qonmadi yog'a. Ko'zim to'ysa to'yg'andu, yuragim qonmadi yog'a. Mana ma'noda ketdi. Ondan keyin ay batqanda, qizarib tong atqanda. Ay batqanda, qizarib tong atqanda. Yaxshi do'stlar jam bo'lamdi, joyni topqanda. Yaxshi do'stlar jam bo'lamdi, pinhon joyni topqanda. Pinhon joyni topqanda.
mana ham mush bo'yicha aytib o'rganib olsanglar bo'ldi.